Timur, Ov, ma'lumot topdim. xo'sh. Nimani aniqlading? Akmal pasportidan so'nggi marta bir hafta oldin foydalangan ekan. Chetga chiqmagan. Hali ham shu yerda. Bu yoq g'alati bo'ldi-yu. Menimcha u aldagan. Unda nimaga buvisi yolg'on gapirdi? Bu yolg'ondan qandaydir maqsadi bormi? Kim bilsin, biror rejasi bo'lgandir balki. Xo'p, unda nimaga aloqaga chiqmay qo'ydi? Raqamlarini ham almashtirib tashlagan. U bola bunday jim ketishi mumkin emas. Menimcha u bizdan yashirinib yuribdi. Balki uni chantaj qilishayotgandir. U yerda qanaqadir xavf tug'ilgan bo'lishi mumkin. Shunaqa shekilli. Rosa tushunarsiz vaziyat. Hozir bizga u shunchalik muhimmi, Timur? Kalavani uchun topishga nimadir kerak-ku. Bizda hech narsa yo'q hali. Ha, shuncha kuryerni ushlayapmiz. Nega ma'lumot topa olmayapmiz unda? Davron, sen tushunmayapsan. Kuryerlar ularni tanimaydi. Ko'ryapsan-ku o'zing. Nima bo'ldi menga, Jamila? Biroz tobing qochdi. Tinchlan. Ozgina dam olgin. Kimga qo'ng'iroq qilmoqchisan? Hech kimga, o'zim shunchaki. Tomog'im qurib ketyapti, Jamila. Ha, hozir. Hozir suv beraman. Mana, ichib ol. Yana ich. Yaxshimisan? Meni bu yerga kim olib keldi? Abror bilan ikkalamiz. Abror shu yerdami? Bo'ldi, esladim, bo'ldi. Ko'tarib oldi-yu meni. Hozir shifokor bilan gaplashyapti. Yaxshimisan? Bo'ladi. Hilola, universitetda o'qish qiyin emasmi? Yo'q, xolajon. Birinchi kurslarni hamma yaxshi qabul qilar ekan. Tez moslashib ketdim. Yaxshi. O'zi maktabda ham nuqul a'lo baholarga o'qirding-a? Rahmat, xolajon. Doim meni maqtaysiz. Juda ham yaxshi qilsan-da. Seni maqtamay kimni maqtay? Voy, pazandaligingni-ku har qancha maqtasam oz. Sanjar, ovqat shirin chiqibdimi? Bilib qo'y. Mana bu ovqatni ham Hilola pishirgan. Yaxshi. Osh bo'lsin. Ol.
Allo. Allo, Sanjar, yaxshimisan? Senga Yaxshi, chorba rahmat. beraymi? Qayerdasan? Uydami? Biror yangilik bormi? Ha, shunaqaga o'xshaydi. Senga mos bitta variant chiqyapti. Kelib keta olasanmi? Faqat hozir kelishing kerak. Bo'pti, hozir borman. Lokatsiya tashlab qo'ying. Yaxshi, kutaman. Hozir Telegramdan lokatsiya tashlab qo'yaman. Xo'p. Oyi, omin qiling. Qayoqqa? Ha? Muhim ishim chiqib qoldi. Kechroq qaytaman. Birov bilan ko'rishim kerak edi. Hech ishing tugamas ekanda. Ko'chada daydigan. Ha, bo'pti. Ishingni rivojini bersin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Yaxshi borib kel. Xo'p. Ol. Choydan ich. Kiring. Assalomu alaykum, mumkinmi? Kechirasiz. Yaxshimisiz? Tahlil natijalari chiquvdi, olib keluvdim. Bering. Qiz psixotrop modda iste'mol qilgani aniq. Bu nafaqat organizm, uni ruhiy holatiga ham ta'sir qiladi. Agar bu narsa odatiy hol bo'lsa, u ro'yxatda turishi kerak. Siz shuni sezganmisiz? Yo'q. Men bunday bo'lishini bilmaganman. Shubhalanmaganman ham. Afsuski, bunday holatlar hozirgi kunda juda ham ko'p. U ro'yxatda turishi kerak. Chunki doimiy nazoratda turmasa, oqibati yaxshilik bilan tugamasligi ham mumkin. Tushunarli. Ichki ishlarga zudlik bilan xabar bermasam bo'lmaydi. Doktor, menimcha siz adashyapsiz. Yo'q, mayli, agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham unga kimdir aldab ichirgan bo'lishi mumkin-ku. Bir narsa deyish qiyin. Birov aldab ichiradimi, o'zi borib ichadimi, farqi yo'q. Qiz psixotrop modda iste'mol qiladi. Uni qutqarish mumkinmi? Uni faqat ruhiy qo'llab-quvvatlash orqali qutqarish mumkin. Lekin birinchi navbatda o'zini qutqarishni xohlash kerak. Irodasi mustahkam bo'lmasa, qancha yordam ko'rsatishmasin, foyda bermaydi. Tushunarli. Ey, menga qara. Nima bo'ldi senga? Tur. O'zingga kel, tur. Tur. Alo. Allo, assalomu alaykum, eshitaman. Tez yordammi? Ha, manzilni ayting. 88-maktab. Sizni tushundim. Tezroq yetib kelinglar. Xo'p bo'ladi. Tur. Murojaatingizni qabul qildim. Xodimlarimiz tez orada yetib borishadi. Meni qidirib mahallamga borishibdi. Nega seni qidirishadi? Axir men hakkerman. Doim mendan shubhalanib izlashadi. Ularni qidirib borishgani qayerdan bilding? Ko'rdingmi? Bizni yaxshigina kuzatishyapti. Ichimizda bularning odami bo'lishi mumkin. Akmalni bekordan bekorga surishtirishmagan. Menimcha bu jiddiy signal emas. Endi shubhali shaxslarni surishtirish ularning ishi. Yo'q, buni qara-ya. Bu haqida o'ylab ko'rmagan ekanman.
Timur, Xo'p, shahar markaziy shifoxonasidan murojaat kelib tushdi. Bir o'smirni og'ir ahvolda olib kelishibdi. Bola peritos. Narkologiya dispanseridan so'rashyapti. Nima dey? kutib turishsin. Hozir boramiz. Xo'p. Psixotrop iste'mol qiladigan yoshlar shunaqa ko'payib ketganki, bizni mana bunday ilojsiz o'tirishimiz odamni yuragini ezib tashladi. Mana, kecha xotinimni bitta qarindoshi ham shuni ketidan vafot etdi. Shunday deysan-u, lekin ota-onalar ham bolalariga befarqdir. Davron, bola katta bo'lgani sari uni nazorat qilish qiyin bo'lib qoladi. Bu bahona bo'la olmaydi-ku. Voy, har soatda shu dorini deb odam o'ylayapti, tushunyapsanmi? Mayli unda, bora qolaylik. Yur. Bo'pti. Shifokor nima dedi? Davolanish kerak deb aytdi. Unda nimaga kayfiyating yo'q? Yoki biror jiddiy gap bormi? Shaxlon olib ketishimiz kerak. Nimaga? Shu yerda davolangani yaxshi emasmi? Bu yerda qolgandan foyda yo'q. Shifokor unchalik jiddiy kasal emas deb aytdi. Ha, unda men Shahlovga xabar beray. Doktor, Hm? iltimos, sizni o'zim rozi qilaman. Bizga ruxsat bering. Yo'q. Javobgarlik bor. Ruxsat bera olmayman. Unda uzr. Ichki ishlarga xabar bermang. Bilasiz, bu qiz bolaga yaxshi emas. Qiz bolani bu narsaga aralashib qolgani meni rahmimni keltirdi. Lekin bu ishimiz unga yordam bermaydi. Aksincha ta'sir qiladi. Doktor, iltimos, o'zim uchun so'ramayapman. Yordam bering. Siz mas'uliyatni bo'yningizga olishga va uni bundan qutqarishga erkakcha va'da bersangiz, mayli ketaversin. Va'da beraman. Lekin ro'yxatga qo'shib qo'yaman. Qo'shmaslikning iloji yo'qmi? Yo'q, bunga bee'tibor qarab bo'lmaydi. Doimiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tib turish kerak. Tushunarlimi? Xo'p, rahmat. Xo'p. Qalay? Toyjoy yoqdimi? Zo'r aka. Bo'lib to'lash imkoniyati bormi? Voy. Pulim bor deganding-ku. Pulim to'liq yetmaydi-da. Bir qismini 3 oygami, yarim yilgami to'lashga olib bersangiz, sotib olardim. Mashinani ko'rib tur. Xo'p. Aytgan narxida berib bora qolgan. Bola bechara qiynalib qolgan. Menga qara, duo qilib minadi uka. Yo'q, bu mashina bu narx ko'tarmaydi. Nimalar deyapsan? Ko'taradi, ukam. Bu nima deganing? Men mashinani narxini sendan yaxshi bilaman-ku, uka. Qo'ysang-chi. Akam, men o'zim aytgan narximga sotaman. Olsangiz shu, olmasangiz xaridor ko'p. Menga qara, bilaman xaridor ko'pligini. Mashina ham ko'p-ku, ko'ryapsan-ku shaharni. Qani 5 ni ol. Jiyanimga yoqdi mashina. Ber shu mashinani. Ber. Savdolashganingizda foyda yo'q, aka. Qanaqa qalcha bolasan? Men bitta Ber, baraka gapiraman. topaylik shu mashinadan. Qiynalib qolgan odamga yaxshilik qilsang nima bo'pti? Savob bo'ladi, ukam. Rozimisan? Berasanmi? Mayli, Rozimisan? roziman aka. Bo'ldi, ana baraka. Sanjar, ukam, kelishdik. Hammasi hal bo'ldi. Ko'ngling to'q bo'lsin. O'sha aytilgan narxga ko'ndirdim. Voy, zo'r bo'pti aka. Ha. Pulni bugunning o'zidayoq keltirib beraman. Zo'r mashina olayapsan, ukam. Unchalik minilmagan ham. Yap yangiday turibdi, ko'rdingmi? Pulni berasanmi? Ketdik, uyingdan olib berasan. Ketdik, yur tez. Yur, uka. Xo'p. Shoshilma. Ehtiyot bo'lib yur. Men uzr aka, uzr. Yuringlar. Biz ichki ishlardanmiz. Eshitaman. Holat haqida batafsil ma'lumot bersangiz.
Maktab yoshidagi yigitcha psixotrop moddalarni iste'mol qilib, hushini yo'qotgan. Shu tufayli shifoxonaga tushgan. 17 yosh bola. Biz bemorni qanday ahvolda kelganini bilganimizdan keyin ichki ishlarga xabar berdik. Psixotrop sabab shifoxonaga keltirilgan bemorlar soni bo'yicha ma'lumot bormi? Bor albatta. Ro'yxat qilib boriladi bu. Hozir hamshiralarga aytaman, pastdan olib chiqishadi. Bemor qaysi xonada? Bizni olib boring. Yuringlar. Yur. Shu yerda bo'ladi, aka. Rahmat. Arzimaydi. Sekin. Rahmat. Abror, rahmat senga. Jamila. Mumkinmi gaplashib olsak Shahlo bilan? Xo'p, mayli. Shahlo, bu gapni sendan yashirmasligim kerak. Lekin qanday qilib aytishni bilmayapman to'g'risi senga. Tinchlikmi, Aytur? Balki o'zing bilgandirsan deb qo'rqyapman. Unday emas-ku, to'g'rimi? Nimani aytyapsan, Abror? Tushuntiribroq gapir. Qanaqa dori icharding? Tinchlantiruvchi dori? Kim uni senga berdi? Kimdan olgansan? Aka, bular ichki ishlar xodimlari. Nega ichki ishlarga xabar berding? Aka, o'zingiz nima qilyapti ular bu yerda? Sendan so'rayapman, nima qilishyapti bu yerda? O'zingizni bosing. Tinchlik saqlang. Menga tahdid qilishga qanday haddingiz sig'di? Bu bizga bog'liq ish emas. Qonun qoida shunday. Kasalni yashirsa, isitmasi oshkor qiladi. Ichkariga hech kim kirmaydi. Biz kirishimiz kerak. Ichkariga hech kim kirmaydi dedim. Vaziyatni chigallashtirmang. Bolamni yoniga hech kim kirmaydi dedim. Agar qarshilik ko'rsatishda davom etsangiz, kuch ishlatishga majbur bo'lamiz. Nima? O'zimni bolamni himoya qilishga huquqim bormi? Bolangizni o'z vaqtida himoya qilganingizda, hozir bunday bo'lmas edi. Aka, bizga qarshilik qilmang. Bolangizni ko'rishimiz kerak. Yuringlar. Shahlo, gapir. Senga tinchlantiruvchi dorini kim bergan, Shahlo? Sendan so'rayapman. Bir tanishim bergan. Kim o'sha tanishing? Tanimaysan uni sen. Zokir emasmi? Shahlo, tinchlantiruvchi dori deb u senga psixotrop modda bergan. Tushunyapsanmi? Nima? Balki hozir bu gapni mavridi emasdir. Men seni hali ham yaxshi ko'raman. Garchi senda menga nisbatan zig'ircha ham sevgi bo'lmasa-da, lekin taqdiringga befarq qara olmayman. Shifokor sen haqingda ichki ishlarga xabar beraman deb aytdi. Lekin men iltimos qilib, u bilmay boshqa dori chiqib qo'ygan deb seni shifoxonadan olib chiqdim. Menga qara. Shahlo, yog'i endi faqat o'zingga bog'liq. Endi faqat shifokor nazoratida bo'lasan. Muntazam tibbiy ko'rikdan o'tib turishing kerak, Shahlo.
Mayli, men keta qolay. Shahlo. Bo'pti, uyga kira qol. To'xtab tur, Abror, men tushunmayapman. Endi nima bo'ladi? Sen kirib damingni olgin, tiniqib uxla. Eshityapsanmi? Bo'lgan ishlarni unutishga harakat qil. Ertaga gaplashamiz, xo'p? Bu dorini qanchadan beri iste'mol qilasan? 1 yildan beri. Kim bergan bu dorini senga? Telegram guruhlari orqali maxfiy sotishadi. Shundan olganman. O'sha guruhlarga meni qo'shib qo'ya olasanmi? Bu guruhlar tez o'chirib yuboriladi. Yangi dori kelsa o'zlari maxfiy akkauntdan yozishadi. U dorini ichishingga nima sabab bo'ldi? Ota-ona avvaldan bilisharmidi? Nimani? Nimani bo'lardi? Dori ichishingni. Yo'q. Birinchi marta kim maslahat bergan? Gapir, bu dori haqida kimdan eshitgansan? Voy, Assalomu alaykum, onaginam. Sanjar? O'zingmisan? Kimning mashinasi bu? O'zim. Onajonim. Endi shu mashina bizniki. Rostdanmi? Albatta. Voy. O'zing oldingmi? Ha, o'zim oldim. Faqat bo'lib to'lashga. Ish qilib o'zing to'la olasanmi? Bemalol to'layman. Xudo xohlasa, dadamga ham shunaqa mashina olib beraman, oyi. Voy, iloyim, niyatingga yetkin, iloyim. Aytganingizga so'yi. Voy, jonim bolam. Ana endi men ham qo'shnilarga maqtanaman. Oyi, shu faqat qo'shnilar uchun yashaysiz, a? Ha, albatta. Ichlari kuysin deyman-da. Hammasida mashina bor. Doim maqtanishadi. Men ham bir maqtansam nima qilibdi? Ha, oyi. O'tirib ko'rsam bo'ladimi? Albatta, oyijon. Qani marhamat, keling. Voy, voy, voy. Voy, joningdan. Ana. Faqat ehtiyot bo'ling. Ana. Bo'ldi. Ayt. Qalay? Ana. Yaxshimi? Ha. Zo'r bolam. Qani bitta duo bering, oyi. Ilohi omin. Topganingga baraka bersin. Ishlaringni rojini bersin. Tezroq uylangin. Bu mashina yaxshi kunlarimizga buyursin. Amin. Alloh akbar. Amin, Alloh akbar. Qandoq yaxshi. O'zimmi bolam? Nega bunaqa bo'lishiga yo'l qo'ydim? Jinursin, Jinursin! Shahlo? Shahlo, nima bo'ldi senga? Nega yig'layapsan? Nima bo'ldi, menga ayt. Ayta qol, menga nima bo'ldi o'zi? Meni qo'rqitma, dugonajon. Hech narsa. Shunchaki o'zimni nimagadir yig'lagim keldi. Bu joyga borib tushimizdan atrofga ko'z quloq bo'lasan.
Xo'p bo'ladi. Hech narsani ko'zdan qochirma. Bu safar ehtiyotkorroq bo'lishimiz kerak. Uchqun bo'lmag'ur gaplar bilan boshni qotiradi. Sen ehtiyot bo'l. Tushundim. Shef, Nima deysan? Shu Uchqun ishonchli odam deb o'ylaysizmi? Bu ishda hech kimga ishonch yo'q. Lekin menga uni ishonchli odam tavsiya qilgan. Ishqilib, bu safar o'tgan galgidek xato qilmasak bo'ldi. Ey ahmoq, o'tgan safar Zokir qovun tushirgan. Men unga o'xshagan landa o'rmasman. Keyin sen diqqatli bo'l. Agar sen xato qiladigan bo'lsang, Zokirni kunini boshingga tushiraman. Undan battarroq jazolayman. Xo'p, tushunarli. Bo'lmasa men kiyimimni almashtirib chiqay. Bor. Nima qilib ovora bo'lib yuribsan, o'g'lim? Orasi bormi, oyi? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman. Maktabdan bugun zavchimiz ko'rgani kelgan ekan. Yaxshi-ku. O'tirgin. Hozir. Keroyim. Issiqqina ovqatingizni yeb oling. Shunchaki hol so'rab kelgan bo'lsa edi-ku, mayli deya. Dardi meni ishdan bo'shatish. Hatto yaxshiligida ham yomonlik bor-a. Nega menga bunaqa bo'lib qoldi, hayronman. Nima dedi o'zi? Go'yoki uni direktor yuborganmish. Kasal bo'lsa, arizasini yozib ketsin debdi. Direktorimiz juda ham yaxshi odam. Umuman o'qituvchilar bilan menga bormaydi. Lekin bu zavch uni qo'li bilan juda ko'p ishlarni bajaradi. Anchadan beri meni bo'shatish payiga tushib yuribdi. Oyi, siqilmang. Olsa ishini oladi. O'ylamang. Avval tezroq tuzalib oling. Ishga o'rganib qolganman-da, o'g'lim. Salkam 20 yildan beri o'sha yerda ishlayman. Oyi, siz hozir ish haqida emas, sog'lig'ingiz haqida o'ylang. Eng muhimi shu-ku. To'g'ri. Rahmat bolam. Akang yaxshi yuribdimi? Kelmadimi? Yo'q, hali ishdan chiqmadi shekilli. Akam ishdan ajralib qolishdan qo'rqib, qattiq ishlayapti chog'i. Qo'yaver o'g'lim, ishlayversin. Men sizni ovqatingizni beray, yeb olasizmi? Hozir. Baribir u odam kimligini aniqlayman. Biz bilan o'cha kishi bekor qildi. Nima bo'pti o'cha kishisi? Biror joying kamayib qoldimi? To'g'ri muomala qilish kerak edi. Bunaqa gapni gapirma. Bizning vazifamiz fuqaroni ichki ishlar xodimidan qo'rqitish emas. Aksincha, unga ishontirish bo'ladi. Vaziyatni o'zing ko'rding-ku. Hali ham bo'lsa, og'ir bosiq odamman. Sen unday gapirib o'tirma. Odamlar bizni himoyachi sifatida ko'radi. Gaping to'g'ri-ku, lekin bugungi qilmishi juda ham oshib ketdi. Uni o'rnida bo'lganida har qanday ota shu ishni qilgan bo'lardi. U jinoyat qilgani yo'q. O'g'lini himoya qildi. Darrov shu narsaga uni jinoyatchiga chiqarib qo'ymaymiz-ku. Xo'p, sen haqsan. Qani yurlaringchi? Yaxshimisan? Rahmat, o'zingchi? Pul qani? Xavotir pul joyda. Mol qani? Xo'p bo'ladi, hozir.
Hammasi joyidami? Ha, hammasi joyida. Menda hammasi halol. Lavzimdan qaytadigan odatim yo'q. Hammasi kelishilgandekmi? Qoyil. Qanday faylasufona gap. Ish qilib shu qoida bo'yicha senga ham, menga ham yashash nasib qilsin. Albatta. O'tgan safar meni kimdir chuv tushirdi. Katta zarar ko'rdim. Buni aytding, juda achindim. Achinish shart emas. Ishda bo'lib turadi. Kimligini hali aniqlayman. Ana o'shani hisob-kitob qilib olaveraman. Aytgancha, o'tgan safargi odamlaring qani? Ismi Zokirmidi? Ha. Zokir eplolmadi. Shunga o'zim keldim. Bola paqirni jazolabsan-da. Men jazolamayman. Bu yerda uni aybi yo'q. Shunchaki dam olyapti. Miyasidagi changlar ketsin. Bor yo'g'i shu. To'g'ri fikr, yaxshi o'ylabsan. Bo'pti, ko'rishguncha. Bizni qiladigan ishlarimiz bor edi. Mayli, bu safar ehtiyot bo'lgin. Rahmat. Bo'pti. Bu uchqun deganlari millionlab pul topadi-yu, lekin minib yurgan mashinasini qarang. Ahmoq, buni qopku, nima senga oxirgi BMWda yursinmi? Baribir ham yaxshiroq mashinada yursa bo'ladi-ku. Ana shunga ham sen uchqundaka bo'la olmaysan. Ketdik. O'rgildim senlardan. Alo, Abror. Yaxshimisiz aka? Rahmat. O'zing qandaysan? Bo'ladi, yomon emas. Nega oyimni ko'rishga kelmadingiz? Ishdan chiqa olmadim. Mana hozir ham ishlab o'tiraman. Tushunarli. Oyim yaxshimilar? Yaxshilar. Shifoxonadasan, a? Yo'q, hozir chiqdim. Yo'ldaman. Uyga ketyapman. Yaxshi, men sal kechroq boraman. Xo'p, aka. Shahlo. Shahlo. Yaxshimisan? Jamila hammasini aytib berdi. Shifokorlar nima deyishdi? Nima tashxis qo'yildi? Kamqonlik deyishdi. Aniq kamqonlikmi? Unda xavotirli joyi yo'q ekan-ku. Kuchli ovqatlanishing kerak. Dorilarni vaqtida ich. Hech qaysi qolib ketmasin, xo'p? Mayli. Yaxshi dam ol. Shahlo, Nima? Shahlo tur, ovqat tayyor. Yemayman, ishtaham yo'q. Majburan bo'lsa ham u bu narsa yeb olgin. Tur, chiqa qol. Birga ovqatlanamiz, suzib qo'ydim. Silayveringlar, men sal turib chiqaman. Mayli, faqat aniq chiq. Keyin uxlayverasan, xo'p?
Dorilarni 5 ta joyga bo'lib chiqlaring. Xo'p. Bo'la qol, tezlashtir. Bo'la qol. Yur, tezlash. Ketyapman mana. Bo'ldimi? Qani yur, ketdik. Sheh bo'ldi. Hali Zokirdan qasd olishim kerak. Allo. Shahlo? Yaxshimisan, tinchlikmi? Abror, meni kechir. Nega yig'layapsan? Tinchlikmi? Hammasi joyida. Hammasi yaxshi bo'ladi, siqilma. Sergak bo'lib turinglar. Ertaga kechki payt yangi mollar tarqatiladi. Nimaga kayfiyating yo'q? Yo'q, yaxshi hammasi. Menga shunaqa tuyuldi shekilli. Bugun oyim bilan qarindoshimiznikiga ko'ngil so'rashga bordik. Yaxshi qilibsan. Nima bo'lganini aytishdimi? O'sha sizga aytgan taxminim to'g'ri bo'lib chiqdi. Jiyanimning atrofidagi o'rtoqlari doriga o'rgatib qo'ygan ekan. Men ham ertaga potaxaga o'tib kelishim kerak. Yaxshi bo'lardi. Qattiq charchadim, uxlayman. Dadasi, sizdan bir iltimos qilsam maylimi? Gapir, tinchlikmi? Hech bo'lmasa shu hafta dam olish kunini uyda o'tkazing. Vaqtingizni o'g'lingizga bag'ishlang. Harakat qilaman. O'g'lingiz har soatda sizni so'raydi. Dadam qachon keladi deb so'rayveradi. Meni shunchalik bemehr deb o'ylaysanmi? Yo'q. Ishimni qanaqaligini bilasan-ku. Sizga faqat ish bo'lsa. Har kuni boshimni qotirasan, o'ynab yurganim yo'q-ku. Bizga ham vaqt ajrating. Diyolaring jonimga tegib ketdi. Unda uyga kelmang, o'sha yerda yotib yuravering. O'chir ovozingni. Sendan so'rab ish qilamanmi? Meni o'ylamasangiz ham hech bo'lmasa bolangizni o'ylang. Bola bechora har kuni sizni kuta-kuta uxlab qoladi. Otasi yonida yashab turib, ota mehrini his qilmayapti. Ichimizda sotqin bor. Hech bir dalilsiz shuncha odamni olib kelib, arzimagan gumon bilan qamab qo'yavermaysan-ku. Bosiqroq bo'lgin. O'g'limni qamashni reja qilyapti. Tanobini tortib qo'yish kerak. Qani yur. Men senga ishonaman.